Ha uka, shunaqa umr o'tib ketadimi? Umring shunaqa qilib o'tib ketadimi? 7-8 soatlab Instagram, TikTok ko'ryapsan, YouTube ko'ryapsan. Birovlarning hayotini kuzatib umringni o'tkazdirma. Birovlarning prosmotri uchun, muvaffaqiyati uchun hayotingni, qimmat hayotingni vaqtini sarflama. Sen tengqur bolalar uylangan, farzandli bo'lgan. Maktabni bitirganingga 3 yil bo'ldi. Hali hanuz bitta kasbni egallagan yo'qsan. Ha? O'rtoqlaringning bolalari dada deyapti. Sen o'qimagan o'g'li uchun o'qigan kelin qidirib qora sochlari oq bo'ldi ota-onangni. Ota-onangni orzu havaslarini ro'yobga chiqarish uchun buni sassiq ko'rpani ko'tarib, ertalabdan bismillah deb bir harakat qil. Hech yo'q, Mardikor bozorga chiqsang ham 200 ming, 300 ming pul beryapti. Yig'ib umraga jo'nat, sen tengqur bolalar umraga jo'natyapti. Ota-onasiga uy, mashina sovg'a qilyapti. Hali Bobur 14 yoshida otasining vafotidan so'ng hukmron bo'lgan, podshoh bo'lgan. Yo'q, sendan hukmronlik, podshoh bo'lish talab qilmayapmiz. Hech yo'q, o'z uylab qo'ysa, oilangga hukmronlik qiladigan darajada, boshqara oladigan darajaga erishgan deyapmiz. Bu Instagram orqali birovlarning baxtli hayoti, Dubayga borgan, Istanbulga borgan, bir narsalarni ko'rib havas qilma, ko'pi yolg'on. Mahramini nomahramlardan ichiga olib chiqib pul topyapti ular. Hisobi bor hali. Sen tengqur bolalar prezidentlar bilan ko'rishib, butun dunyoga O'zbekiston o'g'lonlari borligini, ular nimaga qodir ekanligini ko'rsatib qo'yapti xalqaro maydonda. Sezdirib tashlayapti O'zbekistonning o'g'lonlarini. Seni kim sezadi? Sen qarz bo'lgan insonlar sezadi seni. O'lib qolmasin deb. O'z ota-onangning orzularini amalga oshirish uchun mana nafsingda o'zingning orzu-havaslaringni bir chekkaga ko'mib tur vaqtincha. Agar ular o'lib qolsa, ishonaver. Ularning ma'rakasini o'tkazishga ham qarz so'raysan yoki kredit olasan-da, iPhone telefon yo bir narsa olib chiqib sotib, ma'rakasini o'tkazasan.